Assalomu alaykum, efirda kun xabarlari kanali. Tropsite News'ning taxminiy xabariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump Eron bo'yicha o'z so'nggi qarorini 1-fevral kuni qabul qilishi mumkin. Tropsite News axborot agentligining xabariga ko'ra, u avvalroq ham Eronga aynan yakshanba kuni hujum qilishga buyruq bergan edi. Esingizda bor, 2025-yil iyun oyining yakshanba kuni Isroil Tehronga o'z raketa zarbalarini yo'llagan edi. Avval vaziyat boshqacha edi, hozir umuman boshqacha. Kuni kecha 30-yanvar kuni AQShning Eron atrofidagi barcha jangovar kemalari Erondan 700 kilometr uzoqqa chekinishga majbur bo'lgan. Ayrim ochiq manbalarning xabariga ko'ra, Qo'shma Shtatlarning jangovar kemalari Eronning Zulfiqor raketa tizimidan qo'rqgan holda uzoqroqqa ketishga majbur bo'lgan. Chunki Zulfiqor raketa tizimi juda takomillashgan bo'lib, o'sha mashhur Avril Lincoln nomli kemasini ham cho'ktirib yuborishga qodir ekanligini taxmin qilishmoqda. Albatta do'stlar, Eronning ham yetarli sabablari bor. Hech qachon Eron AQShdan va Isroildan qo'rqmasligi haqida internet olamida bong urib yotgani asosli. AQShning har bir zarbasi uchun Eron javob zarbasi juda dahshatli va vahshiyona bo'lishini bot-bot aytib kelmoqda. Mana buning oqibatida AQSh kemalari Erondan chekinishga ham majbur bo'ldi. Zulfiqor raketa tizimi 21-asrning eng dahshatli qurollaridan biri hisoblanadi. O'sha dahshatli qurollardan biri Eronda mavjud ekanligidan Qo'shma Shtatlar ortga chekinishga ham majbur bo'lmoqda. Uzr do'stlar, sharh davomida biroz baqirib yubordim, chunki emotsiyalarimni yashira olmadim. Kanalga obuna bo'ling, bizni kanalni like bosib qo'llab-quvvatlang va o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu biz uchun juda qiziq bo'ladi.